Bugun sizlar bilan bug'doyli diadema yasashni o'rganamiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Bizga shunaqa videoda ko'rsatilgan narsalar kerak bo'ladi. 4 ta shunaqa temir bargimiz kerak bo'ladi. Ikkita bargimizni yuqori qismidagi ortiqcha qismini bargini kesib tashlaymiz. Ikkitasini esa pastki qismini kesib qirqib oldim. Abadogimizga sim urab olamiz. Endi bargimizni qotirib olamiz. Yaxshilab mahkamlab qotirib olamiz. 0,5 razmerdagi simni ishlatamiz, chunki mahkamroq abadoglarimizni qattiqroq qilib beradi. Mana o'rab oldim. Keyingisini ham qo'yib, shunaqa ulangan joydan 2-3 martalab mahkam qilib o'rab olamiz. Va shunaqa qilib pastga burab qo'yamiz. Mana bir qismi tayyor bo'ldi. Ambur yordamida shunaqa qilib qisib oldim. Keyingi qismi ham xuddi shunaqa bargni uchi yuqoriga qaragan bo'ladi. Shunaqa qilib qisib oldim. Ichiga soch ilmasligi uchun shunaqa lentani pistolet klik yordamida yopishtirib olamiz. Endi o'rtasiga metraj ko'z yopishtiramiz. Endi esa kligimizni yaxshilab surib olib, toshlarimizni yopishtirib chiqamiz. Shu ketma-ketlikda toshlarni yaxshilab yopishtirib olamiz. 4-5 soatga qotirishga qo'yamiz. Kligimiz tez qotmaydi. 4-5 soatdan keyin mahkam, toshlar umuman tushib ketmaydi. Mana abadogimiz tayyor. Yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmang.